Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Qani bo'la qol, menga bir qishloq kerak. Xo'sh, qayerdan qishloq topsam ekan? Mana u. Va nihoyat men ham oddiy aholilar bilan uchrashaman. Jinorson, nima uchun meni shu payt qornim og'riyapti? Hoy, uyda kimdir bormi? Kechirasan, men zudlik bilan tualet kirib chiqishim kerak. Birinchidan, nima uchun sen bizni qishlog'imizga kelding? Ikkinchidan, bu qishloqni Grox egallagan. Yo'q, sen meni noto'g'ri tushunding. Oy, menga qara kostyumlik tasqara. Mana bu tasqara Groxga o'xshab kiyinganmi? Sen o'zing qishloqdan chiqib ketasanmi yo eshikni ko'rsataylikmi? Ey, axir men yaxshi niyatda kelgan edim. Ay, janob, menda bir taklif bor. Dovdirlarning kiyimi bor, kiymaysizmi? Yo'q, hali Jinorson, axir men yaxshi niyatda kelgan edim. Ularga yomonligim tekkani yo'q-ku. Ay, burchakka emas, uyingga borib yig'laysan. Raptingga uray seni. Yaxshi, hali men siz la'natlarga ko'rsatib qo'yaman. Xo'sh, birinchi navbat men o'zimga yog'ochlarni to'plab olishim kerak. Qani 1, 2, mana kirka tayyor. Mana endi g'orga qarab olg'a. Oho, men temir topib oldimmi? Mana endi men kojinli kiyim yasashim kerak. Mana kojinli zirhli kiyimlar ham tayyor. Mana endi men borib qishloq aholisini ko'ziga ko'rsataman bu la'natlarni. Qani olg'a. Hoy, kuchuk bachchalar, o'ldim deyaveringlar. Endi menda ham qilich bor. Qani bitta kelaveringlar. Qara, yaqinroq kelchi tasqara. 1, 2, olg'a. Jinorson zo'rg'a qochib qoldim. La'natlar, men o'zimni vahshiy desam, mendan ham battar ekan bular. Bo'lama? Grox qidirilmoqda. Topganga $20,000. Qoyil, agar men Groxni topib olsam, 20,000 zumradni qo'lga kiritaman. Kep qoling, op qoling. Ajoyib qilichlar. Zumratingiz o'zingiz bilan ketadi. Janob, menga olmoslik qilich kerak. Ha, albatta beraman. Yaxshi tanlov qildingiz. Olmoslik qilichning narxi 5000 zumrad. Nima? 5000 zumrad esingga jo'ydami? Mayli, men hozircha bir dona sotib olaman. Mana janob, yaxshi va yomon kunlaringizga xizmat qilsin. Men hozir qaytimini olib kelaman. Olmoslik qilich emasligini payqamadi ham. Ha, menda ham olmoslik qilich bor. Mana endi men qishloqning quratoy chuvaklaridan bo'laman. Bir daqiqa, axir bu olmoslik qilich emas-ku. Qani bu yoqqa kel. Jinorson, u kimni o'ldirdi hozir? Xo'sh, mening cho'ntagimda zumradlar bor. Shoshmang, bu qishloq aholisi nima sotyapti ekan? Keling janob, biz zumradlarni olmoslarga alishtirib beramiz. Yaxshi, unday bo'lsa o'zi kurs qanday bo'lyapti? Meni zumradlarimni olmoslarga almashtirib bering. Hozir almashtirib beraman. Bir daqiqa kutib turing. Bugungi kursdan kelib chiqqan holda men sizga 5 ta olmos beraman. Nima? Bir blok zumradga 5 dona olmosmi? Kechirasiz janob, hech nima qila olmayman. Axir bizda kurs o'ynayapti. Yaxshi. Unda keling siz bilan bir o'yin o'ynaymiz. Men kovlayman, sen qimirlamay turasan. Tushunmadim, nima qilyapsiz? Bir daqiqa qimirlamay turing deyapman. Siz buning uchun javob berasiz. Men sizni oralga aytib beraman. Jinorson, mana endi men boyvuchcha bo'ldim. Xo'sh, Grox aytganidek, qani olg'a. La'natlari. Voy la'nati, olgan olmoslaringni joyiga qo'y. Agar ularni joyiga qo'ymasam-chi? Uchiga vazelin ham surib qo'yaymi? Jinorson, mana ol hammasini. Bo'ldimi, ko'ngling joyiga tushdimi, Grox? Jinorson, o'zimni qilichimni ham berayo'rman-ku. Yana bir bor salom hammaga. O'sha voqealardan so'ng Grox meni qishloqdan haydab yubordi. Xo'sh, endi nima qilsam ekan? Balkim Groxga o'xshab qishloq aholisini o'mararman. Tushunmadim, ko'zlarimga ishonmayman. U yerda Groxni ko'ryapmanmi? Hoy, Grox, oshna. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Qani la'nati zumradlarni qayerga yashirganingni ayt. Bo'lmasam o'zingga yomon bo'ladi, bilasan-a? Grox, men senga yana bir marta aytyapman. Men bilmayman seni zumradlaringni. Yaxshi, seni 3 soniya vaqting bor. Yo'q, bo'ldi, esimga keldi. Biz onang bilan yana sen keldingmi? Shoshmay tur. Meni bu yerda bir ikkita ishlarim bor. Tushunmadim, Grox. O'zi bu yerda nimalar bo'lyapti? Ba'zi bir aholilar soliq to'lashdan bosh tortishgan. Shuning uchun men ularni jazolashga majburman. Grox, senda bir muhim gapim bor. Grox, meni ham shogirdlikka olgin, katta bo'lsam senga o'xshashni xohlayman. Seni shogird qilib olishim mumkin, lekin bir nechta sinovlardan o'tishing kerak. Bo'ldi, men tayyorman. Uzr, suhbatingizni bo'lganim uchun. Xo'sh, qani ayt, men nima qilishim kerak? Birinchi navbatda qo'lingga mana bu qurolni ol. Biz aholilarni o'maramiz. Bu menga yoqyapti. Birinchi navbatda mana buni otib tashla. Nima? Yo'q. Grox, u yerda temir golem bor ekan. Xavotir olma, meni aytganimni qil. Men bilaman, sen uydasan. Qani eshikni och. Tushunmadim, nima vaqar bo'lyapti ko'chada? Soliq to'lash vaqti keldi. Qani soliqlarni chiqar. Qara, tur yo'qol bu yerdan tirrancha.
Jinorson bu yana nima bola? Jinorson Grox birinchi aholi menga hech balo bermadi. Taslim bo'lma, davom etaver. Oy, men uyingni oldiga dinamit qo'yib chiqqanman. Agar soliqlarni bermasang, portlatib yuboraman. Nima? Tuyog'ingni shiqqilat bu yerdan. Men soliqlarni to'laganman. Yaxshi, o'zing bilasan. Axir men ogohlantirgandim. Qani bo'la qol, eshikni och, soliq to'lash vaqti keldi. Nima? Men kech qolmadimmi? Mana soliqlar. Grox janoblariga salom deb qo'ying. Albatta, men bu yaxshiligingizni Grox janoblariga yetkazaman. Qani bo'la qol, soliq mavsumi boshlandi. O'lib qoldikmi nima balo? Eshikni och. Ammo yurakka to'kildilar. Soliq yo'q-ku. Mana boryapman. Mana soliqlar. Ajoyib, ajoyib. Bo'ldi, boshqa uyimga soliq deb qaytib kelma. Mana Grox, ko'ryapsanmi? Mana endi biz boyvuchcha bo'ldik. Ha, mana endi biz bu pullar bilan o'zimizga qo'rg'on quramiz. Hoy, bugundan boshlab men Groxning o'rinbosariman. Agar kim menga quloq solmasa, birma-bir otib tashlayman. Agar bir kunning ichida menga qo'rg'on qurib bermasangiz, hammangizni otib o'ldiraman. Devor uchun zuvalani mana shu yerdan tortamizmi? Yo'q, bu yerdan bo'lmaydi. Bu yerning tuprog'i mayin. Yoqonlaring bu yerdan hozir ketmon bilan mashinaga uraman. Jinorson, mening sivilizatsiyam tayyor. Yaxshilab tushib keldim.